O'zi shirinlik odamning kayfiyatini ham ko'taradi, turishini qarang buni deydi. Shirinlikni juda ko'pchiligimiz zarar deb bilamiz. Aslida bu zararmi? Zarardan ko'ra foyda taraflari ko'p. Bilasizmi nimaga? Hali men ko'rmadimki, shu paytgacha shirinliksiz katta bo'lgan bolani. Bolalarni o'zi agar bilsangiz, tili birinchi "oh ber" deb chiqadi, to'g'rimi? "Oh ber" deb boshlanadi. Nimaga? O'sha yosh bola ham, yosh katta ham shirinlikni bir xil yaxshi ko'radi. Bolalarda balg'am ko'p bo'lganligi uchun shiraga talab kuchli bo'ladi ularda. Tanasiga talab qiladi shu narsani. Berish kerak. Uni taqiq qo'yib bo'lmaydi. Rag'batlantirish o'laroq berish kerak. Bu bir. Ikkinchisi, har haftani bir kunini shirinlik kuni qilib qo'yinglar. Bolalar o'sha kunni kutib va boshqa kunlardan sabr qila oladi. Tartib, intizomni o'rganadi. Mana shu uslub nafaqat bolani nafsini jilovlashda, balki o'zidagi chidamlilikni oshirishga, o'zini boshqara olishlik qobiliyatini ham yoshligidan o'zingiz bilmagan holatda paydo qilib qo'yasiz. Shirinlik yesa tishlariga zarar deyshadi. Shirinlik yesa gijja ko'payib ketadi deyshadi. To'g'ri, bu gaplar hammasi to'g'ri. Faqat ko'p yesa. Biz mutaxassis o'laroq bu bizning tajribamizdan o'tgan eng unikalniy variant shu deb bilamiz. Agar bundan-da yaxshi uslublar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Biz hozirgi mana bu ko'rsatayotgan shirinliklarimiz bu shirinliklarni reklama qilish emas. Aslida bu narsa tushunarli bo'lishligi uchun qo'yildi. Biz tarafdori bo'lgan narsa tabiiy shirinliklarni nazarda tutdik. Agar u ham bo'lsa